抗议什么？报告母爱叫啥？报告母爱叫啥？报告我叫你干的！回家了，但是我现在特别想敲他。2023 yillik yozliq ta'til boshlangandan buyon Uyg'ur elidagi boshlang'ich va o'rta maktablarda o'qiyotgan o'smir bolalarning oilasidan ayrilib, yozliq ta'tillik harbiy lagerlarga avatilganligi haqidagi aniqsiz uchurlar ma'lum bo'lgan edi. Uyg'ur diyoridagi ma'rif doiralari tarqatgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, yozliq ta'tillik harbiy lagerlar yosh o'smirlarni intizomchan va tartibli qilib tarbiyalashni maqsad qilgan o'rinlar bo'lib, ularning Uyg'ur diyorining har qaysi joylarida turishli Xitoy harbiy qismlari va Bington bilan hamkorlashganligi, harbiychi lagerdagi mashq vaqtining bolalarning yoshiga qarab 2 haftadan 1 oygacha bo'ladiganligi alayda eskartilgan. Ürümçidagi kichik burkut harbiy lageri ana shularning biri bo'lib, Xinjiang harbiy qismining Ürümçi noyisi Banfangu kentiga joylashgan ma'lum qismi ichida ochilgan. 机构介绍，中国雏鹰团始创于鲁木齐军事夏令营，通过半军事化管理，培养良好的组织性与纪律性，养成良好的生活习惯，提升。Bu yozliq ta'tillik harbiy lagerning programmalari tonishtirilgan bir tashviqot filmidan oshkorlanishicha, bu harbiychi lagerlar yerim harbiy tuzumida boshqariladigan bo'lib, yosh o'smirlarning barliq faoliyati mutlaq harbiychi shakldagi kungulik turmush va mashq jarayonini tajribadan o'tkazdi. Uningda aytilishicha, 24 soat mutlaq yipiq holatda boshqariladigan bu lagerlardagi bolalarni chigidilla intizomchan, tartiblik, jafoga chidamlik, minnatdorlik tuyg'usiga ega va irodali qilib tarbiyalashni ishga oshirish maqsad qilingan. Tarbiyalash obyekti 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lib, harbiychi lagerlardagi bolalar o'xshash yoshdagilar 100 dan 200 gacha bir harbiy qism, har qismda yana ular 20-30 dangacha guruhlarga ayrilib, harbiy ofitserlarning boshqarishida tarbiyalandikan.每天考核，立志养成好习惯。活动对象6至12周岁青少年，班级配比每营200人。Halbuki yaqinqi mezgillarda ijtimoiy taratqular orqali ma'lum bo'lgan uchurlar atalmış ta'tillik harbiychi lagerlarga yig'ilingan Uyg'ur bolalarning hamda bu lagerlarning ahvoli o'zgacha bir hayajonli ta'til lagerdek anglanadigan bu tashviqotlardan butunlay farqli ekanligi, kichik bolalarning bardashlik belgisiz qattiq jismoniy rejim, turli ro'yi iskanja va xo'rlashga uchirganligini oshkorlab ko'rsatmoqda. 抗议什么？报告母爱叫啥？报告母爱叫啥？你说这几天日子？再来！报告母爱叫啥？比上再来！报告母爱叫啥？比上在接下来的日子里不会遇到任何困难，我是全力以赴坚持到底，请婆婆允许我通过，可以。 Bu videolardagi harbiychi kiyindirilgan, qora terga cho'mgan sabiy Uyg'ur bolalarning hammasining ko'zida liq yosh agiydi. Gaylari qattiq qo'rqgan, gaylari asoratga uchirgandek tamtirgan holatda oldidagi ko'ziga tikilib turib, o'rkirayotgan yalmavuz otliq Xitoy ofitserga doklad berdi. Bolalar to'liq ra'imsiz ko'rinadigan bu Xitoy ofitserning o'zini layoqatli bo'lding deb baholashiga azobli talmirishdi. Ammo ularning layoqatsiz baholanib qolsa qanday jazoga uchraydiganligi hozircha noma'lum. Bu yozliq ta'tillik harbiychi lagerlardagi Uyg'ur bolalarga doir videolarning hech birida bu bolalarning kulkilarini anglamaysiz. Bolalarcha baqqinni ko'maysiz. Xo'shalligidan asar muqamigan bu bolalarning titrab turishlaridan bu harbiy lagerga ularning ixtiyoriy kelmaganligi mana men debli chiqib turadi. Bu joyda qo'rqinni
nimalarga uchirg'inni turmaq, bu joyni yaxshi ko'rmaganligini aytishga petinolmayotgan narsidalarning yurakni ezdigan taram-taram ko'z yoshlarini ko'rsiz. Bu xil videolardagi eng cho'ng o'rtaqliq ularning azobli ko'z yoshlari, qo'rqinishdan eg'ir zulm yoki asoratdan andikkan ko'zlari xolos. Bu videolarning ba'zilarida harbiy lagerlardagi Uyg'ur bolalarning ota-onasi bilan telefonda so'zlashayotganligini anglaysiz. 我们也想你了，也可吧。我和你妈妈当时看到你的视频，你真棒。 Ammo ular ota-onalarga nima bo'lganini deyishga petinolmaydi. Faqat ota-onasining Xitoycha "Chidavatgin balam, oz qoldi. Sendan faxrlanamiz, sen bek yaramliq" deganlariga boshlanishib, mo'l-mo'l yig'laydi. Men sizlarni seg'indim, uyni seg'indim, xafa bo'lmanglar deb xuddi xatolik o'tkazib jazolanayotgandek bir kayfiyatda ko'rindi. 想妈妈了没有啊？想。真的想我了？妈妈也很想你们了。所有的视频、照片我都看了，真的很吃惊。能坚持到底，我真的很高兴，知道了吗？坚持就是胜利。你看这几天，各种各样的活动，你都一直都在坚持。我所有的视频、照片我都。 Uyg'ur bolalari jazo lagerlariga o'xshash muomalaga duch kelayotgan bu atalmish yozliq, ta'tillik harbiy lagerlar qanday joy? Bu narsida Uyg'ur bolalarining Xitoyning urushga soldigan askarlarni tarbiyalagandek oshqun bir harbiychi tuzumida bu qadar iskanjalarga ilinishi qanday bir tarbiya? Xitoyning Uyg'ur diyorida qurgan jazo lagerlarining ish yuzini dunyoga oshkorlagan lager shohidlaridan Mehrigul Tursun Uyg'ur bolalarining bu azobli videolarini ko'ribla bu balalar lageri ekan dedi. Balalar lageri, tarbiyalanish lageri. Lekin shu aşı balalar qilgan muomala, atgan lagerlarni albatta aslatdi. O'kirab, bu bek ig'ir qo'llash qonqiniga singib, nima qildisa shuni qilgan holatga. Hukumat davlat nima qildisa jonligidan tikilgan holatga o'tilgan holatda tarbiyalamoqchi bo'ladi. Din degan narsani chiqirdi, hatto ota-onagami agar davlatga vatanga nimalar qilsa, Jungo hukumat uchun shu ota-onaga qarshi turish holatda faqat davlat uchun ham anglashda bir ideya cho'ng bo'ldi deganni keltirish shu. Bular faqat bilgini hozir cho'ng bo'lganda o'zgartmak taskan, shunga urug'idan boshlab, kichikdan boshlab o'zgartirish degan nimizga tushirib bo'ladi. Balog'atga to'shmagan bolalarni bunda qattiq tuzum bilan qilish bir inson tarafidan chiqqanlik mencha. Agar men o'zimning bolasini uning o'rniga qo'yib qilgan bo'lsam, men buning uchun bavo qilma, ham kurash qilma, arz qilma. Ko'ralaymiz, chunki bular o'zlarini qo'g'dayamayapti hozirgi vatandagi ahvolda. Bu harbiy mashqdan keyin psixik jihatdan, ruhiy jihatdan, hattoki tan jihatdan, hamma jihatdan zaxmlandi. Bu deganda rasmiy lager. Çünkü vallahi ata-onasidan ayrilib, bosab turib, ularni shu turmadagi hayotga o'xshash erkinligini bo'g'ish, mutlaq bo'ysunish, ma'qul deyish, bunda bir psixikalarni yetildirish maqsadi. Ayninki o'rinlashtirishib, nishonimni aytgani, Turkiyaga, vatanga sadoqat odam tarbiyalash, mushu harbiy mashqlar qilib, ularga kalısını yiyip biz Xitoy Cumhur milleti degan mushu hukmlarni singdirib, vallahi medeniyet til jihatda tilimizni yo'qotish bilan birga kimligini gumron qilayotganligini yana bir dalil isboti. Narsir vallahi ishigidan tortib sistem bilan maqsadlik, nishonli, qalli yuyish, g'ururni sundirish, buyruqqa mutlaq bo'ysundirgan qulluq ideologiyasini singdirish desak, hech qanday mubolag'a bo'lmaydi.